Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan ayollar uchun xufton namozini o'qishni o'rganamiz. Birinchi niyat qilib olamiz. Alloh rizoligi uchun qibla tomonga yuzlandim hamda bugungi xufton namozining 4 rakat farzini o'qishni niyat qildim deymiz. So'ng Allohu akbar deb olamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين deb bir Sam surasini o'qiymiz. Qul huvallohu ahad Allohus samad lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad deb Allohu akbar deb ruku qilamiz. Subhana robbiyal azim Subhana robbiyal azim Subhana robbiyal azim. Eslab qo'yinglar, azim bas, azim deysizlar. So'ng Samiallohu liman hamidah tik turib esa Robbana lakal hamd deymiz. So'ng Allohu akbar deb 3 marta Subhana robbiyal a'la Subhana robbiyal a'la deymiz. Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'taramiz va 3 marta Allohumma g'afirli deymiz. So'ng sajda qilamiz va 3 marotaba Subhana robbiyal a'la Subhana robbiyal a'la Subhana robbiyal a'la deymiz. So'ng Allohu akbar deb Fotiha surasini o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi robbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin Amin deb biror Sam surasini o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasatil uqad wa min sharri hasidin idha hasad deymiz. So'ng Allohu akbar deb ruku qilamiz. Rukuda 3 marta Subhana robbiyal azim Subhana robbiyal azim Subhana robbiyal azim deymiz. Rukudan turayotib Samiallohu liman hamidah tika turib esa Robbana va lakal hamd deymiz. So'ng esa sajda qilamiz. Sajdada 3 marta Subhana robbiyal a'la Subhana robbiyal a'la Subhana robbiyal a'la deymiz. So'ng Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'taramiz. Biroz o'tiramiz va yana Allohu akbar deb Subhana robbiyal a'la Subhana robbiyal a'la Subhana robbiyal a'la deymiz. Sajda qilayotganimizda oyoqlarimiz uchidagi barmoqlar qibla tomonga qaralgan bo'ladi va ko'zimiz ochiq bo'ladi. Allohu akbar deb boshimizni sajdadan ko'taramiz va At-Tahiyat surasini o'qiymiz. At-tahiyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna ala ibadillahis solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. E'tibor beradigan joyimiz shundan iboratki, ashhadu an la ilaha illalloh deyotganimizda o'ng qo'limizdagi ko'rsatkich barmog'imiz Ka'ba tomonga qarashi kerak.
Ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deyotganimizda barmog'imiz pastga tushishi kerak. Allohu akbar deb 3-rakatni o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin deymiz. So'ng ruku qilamiz. Ruku qilayotib Allohu akbar deymiz. So'ng 3 marta Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deymiz. Rukudan ko'tarilib esa Samiallohu liman hamida qattiq tik tutib esa Robbana va lakal hamd deymiz. So'ng Allohu akbar deb sajda qilamiz. Sajdada 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deymiz. Sajdadan bosh ko'tarib biroz o'tiramiz. Eslab qolinglar, hurmatli ayol va qizlar, o'tirganimizda chap tumbada o'tiramiz. Oyoqlarimiz o'ng tarafga qaragan bo'ladi. Qo'llarimiz tizzamiz ustida bir xil turishlari lozim. Allohu akbar deb sajda qilamiz. Sajdada yana 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deymiz. Allohu akbar deb Fotiha surasini o'qiymiz va 4-rakatimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin deymiz. So'ng ruku qilamiz. Rukuda 3 marta Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deymiz. So'ng Samiallohu liman hamida qattiq tik tutib esa Robbana va lakal hamd deymiz. So'ng Allohu akbar deb sajda qilamiz. Sajdada 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deymiz. Allohu akbar deb biroz o'tiramiz. So'ng Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deymiz. So'ng o'tiramiz. At-tahiyat duosini o'qiymiz. At-tahiyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna ala ibadillahis solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deymiz. Avval o'ng, so'ng chap yelkamizga qarab Assalomu alaykum va rahmatulloh deymiz. Namozning oxirida duo qilamiz. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar deb duo qilamiz. So'ng Xudo namozning 2 rakat sunnasini o'qishni boshlaymiz. Birinchi niyat qilib olamiz. Alloh rizoligi uchun bugungi Xudo namozining 2 rakat sunnasini o'qishni niyat qildim deymiz. Avval Fotiha surasi, Fotiha surasidan so'ng esa Birsam surasini o'qiymiz. Allohu akbar deymiz. So'ng Fotiha surasini o'qiymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد deb Allohu akbar deb ruku qilamiz. Rukuda 3 marta Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deymiz. Rukudan turib esa Samiallohu liman hamida. Qaddi tik tutib esa Robbana va lakal hamd deymiz. So'ng Allohu akbar deb sajda qilamiz. Sajdada 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deymiz. So'ng Allohu akbar deb o'tiramiz. Biroz o'tirganimizdan so'ng yana sajda qilamiz. Sajdada 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deymiz. Allohu akbar deb o'rnimizdan turamiz. So'ng Fatiha surasini o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد deymiz. So'ng Allohu akbar deb ruku qilamiz. Rukuda 3 marta Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deymiz. Rukudan turib Samiallohu liman hamida. Tik turib esa Robbana va lakal hamd deymiz. Allohu akbar deb sajda qilamiz. Sajdada 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deymiz. Oyoqlarimizni uchidagi barmoqlarimiz qibla tomonga qarashi shart. Ko'zlarimiz ochiq bo'lishi lozim. Allohu akbar deb Allohumma g'afirli, Allohumma g'afirli, Allohumma g'afirli deymiz. So'ng yana sajda qilamiz. Allohu akbar. Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deymiz. Allohu akbar deb sajdadan turamiz va at-tahiyatni o'qiymiz. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna ala ibadillahis solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh deymiz. So'ng avval o'ng, keyin chap yelkamizga qarab Assalomu alaykum va rahmatullohi, Assalomu alaykum va rahmatullohi deymiz. So'ng duo qilamiz. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar deymiz. Shu bilan xufton namozimiz tugaydi.